eng qadrli bo'lgan narsa iymon bu. Eng qadrli bo'lgan narsalar halollik, bu shariatga amal qilishlik, Rasulullohning sunnatlariga ergashishlik. Mana masjidga kelishlikni kim pul bilan baholaydi bu? Buni tengi yo'q buni. Buni qadri juda baland bu. Chunki odamlar bor, urib qaysi imkoniyatni yaratib bersakda jamoatga kelmaydi, namozga, jumaga kelmaydi. Qancha birodarlarimiz bor. Ko'chada tijoratlarni qilib yuribdi. Masjidga kelmaydi. Nega? Uni qalbida mana shunday qimmat ibodatni, qimmat narsani Alloh bermaganda. Aslida bizni iymonimiz eng qimmat narsamiz bizni. Eng asrashga, avaylashga, himoya qilishlikka va gerdayib yurishlikka va xotirjam bo'lishlikka sabab bo'ladigan narsa bu iymon, ibodat, din. Mana shunday narsalarni himoya qiling. Va shunday ibodati, iymoni bor inson